Lekin muammolar hanuzgacha ko'p. Buni ko'rib turibmiz. Mana hududlarga ham borganda o'rganayotganimizda ham hanuzgacha huquqiy iqtisodiyotni ulushi yuqoriligicha qolmoqda va masalalarimiz ko'p. Shuning uchun biz yaqinda mana shu Moliya vazirligi, Markaziy bank, Soliq qo'mitasi va Savdo sanoat palatasi va tadbirkorlar bilan birgalikda o'sha huquqiy iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha prezident qarorini ishlab chiqdik. Va bu prezident qarorini ishlab chiqishda asosan birinchi navbatda asosiy e'tiborni mana shu naqdsiz hisob-kitoblar tizimini rag'batlantirish va o'sha to'g'ri qonuniy ishlab aholiga oylik ishlar haqlarini to'lash va mana shu barcha bugungi kunda yechilmagan muammolarni hammasi shu qarorga o'zini aksini toptirdi va biz barcha vazirlik idoralar bilan buni kelishdik va administratsiyaga taqdim etdik va mana shu qarorni ijro etilishi ma'lumotga bu huquqiy iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha dastlabki bir tizimli ishlar amalga oshiriladi. Birinchi navbatda mana shu yerda biz aytmoqchi bo'lgan masala bu juda ko'plab davlatlar mana shu 2030-yilga borib naqdsiz hisob-kitoblar tizimiga o'tish asosiy maqsad vazifa qilib qo'ygan. Shuning uchun biz ham asosan mana eng yirik o'sha hisob-kitoblar tizimini naqdsiz hisob-kitoblar bo'yicha amalga oshirish bu qarorda ham o'zini aks topgan. Ma'lumotga mana shunday bosma-bosqich ko'chmas mulkdan boshlayapmiz. Yana naqdsiz hisob-kitoblar, yana bugungi kunda xabarlar bor. Asosiy o'sha uy sotish, sotib olish ko'pincha naqd pulda amalga oshiryapti. Yoki mana hozirgi aytganda Click, Payme va boshqalar mana shular hammasi qonuniy tartibda bank aylanmasi orqali, bank oborot orqali amalga oshirish va savdo qoidalarini buzmasdan to'g'ri ishlash uchun barcha rag'batlantirish mexanizmi va xuddi shunday qonun buzmasdan ishlash tartib-qoidalarini biz aks ettirdik. Ma'lumotga shuni qabul qilinishi bizga eng asosiy dastak bo'ladi va shu bo'yicha ishlaymiz. Rahmat.